Siz kompüter otasi Turing to'g'risida qanchalik bilasiz? Qisqagina 41 yillik hayotida Turing nurg'un muvaffaqiyatlarga erishdi. U matematika sohasini 30 necha yil qiyin ahvolga tushirib qo'ygan Hilbertning qiyin masalasini hal qildi. U natsiz armiyasining eng ilg'or maxfiy shifrini yechib etdi. U morfiy biologiyaga asos solib, sun'iy aql iqtidor va raqamlashga tava yangi davrni ochdi. Turing ketdi, lekin uning ta'siri hamma yerda bor. Kompüter sohasidagi kasbkorlarga nisbatan aytganda, Turingga faqat cho'qinishga bo'ldiki, uni do'rg'ilib bo'lmaydi. Hatto uningga baho berish mutas. Turing degan bu ism hamma yerni qoplagan. Kishini hayron qoldiradigan talant egisining simvoli bo'lib qoldi. 2009-yili Angliya Turingni aqlash to'g'risida to'da taklif chiqardi. Qisqa vaqt ichida 30 milliondan ortiq odam tizimga oldirishga qatnashdi. Angliya bosh vaziri Turing uchun rasmiy kechirim so'radi. Elizabet xonim kechikkan gunohini kechirish uqtirishni uqtirdi. Turing agar bilgan bo'lsa, balkim u bunday kechirimga muhtoj bo'lmasligi mumkin. Chunki uning hech qanday xatoligi yo'q. Xato bo'lgani shu nodon davr va nodon xalq. U faqat chilligini o'zini ching tutishni, odat kishilar tushunolmaydigan muhabbat va intayin jafoliq yo'lni tanlagan. Turing turishlik rayonida hukumat Turing olamdan o'tganda o'ltirgan yotoq binosining oldiga dag'dug'liq bir xotir munora o'rnatilgan bo'lib, ustiga 1912-yildan 1954-yilgacha kompyuter ilmiga asos solg'uvchi va shifrshunos. Urush yilida shifrni yeshadigan tövfikar Alan Turing deb yozilgan. Turingning hayoti aslida rangdor bo'lishi kerak edi. Chunki u minglagan, o'n minglagan kishilar qila olmaydigan ishlarni qilgan. Bu muvaffaqiyatlarni uni tarixda o'chmas nom qoldirgan. Ammo aslida tarix bo'lishi insonlar esida chin saqlaydigan bu ulug' zot shundoq go'zal ham amalsizlik ichida hayotini oxirlashtirgan. Hatto o'lgandan keyinmi yana bardosh berishga tegishli bo'lmagan jinoyatni ortib ketgan. Turingning oldirabtinab olamdan o'tishi yolg'iz Angliyaning ziyni, dunyoning ziyni bo'lib qolmay, texmi muhimi butun insoniyatning g'oyasidir ziyni. Agar Turing odil muomalaga uchragan bo'lsa, agar u texmi ko'p ahamiyat berish va tushunishga erishgan bo'lsa, agar tarix uningga texmi ko'p vaqt bergan bo'lsa, faqat 10 yil bo'lsa-mu, Turing bizga texmi ko'p mo'jizalarni elib keladi. Bugungi sun'iy aql iqtidor texnikasimi yangi bir saviyaga ko'tarilgan bo'ladi. Holbuki bularning hammasi faqat agar bo'lib qoldi. Bu son mazmun o'sha yerda yaqlashdi. Mazmunlarimizni yoqtirsangiz, ham bizni qo'llasangiz, yulduz belgisini besib qo'ying.